Assalomu alaykum o'rtoqlar, yangi shinray qo'shib bo'lon olasizlarmi o'rtoqlar? Xudo xolasa hamyon bo'p narxda bunaqa vaziyatga yangi changan olaman deganlar uchun dehqonlardan hech qanaqa qarz yo'q, pul zarurligi uchun sotib yorilyapti. Olib qo'ymasanglar bo'lmaydi, bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Yangi olsangiz ham o'rtoqlar yo'q deganda 10 million rasod qilasiz. Nomer taqasiz, gaz balon, list, tunuka listlar qilasiz, tint qo'yasiz o'rtoqlar. Tayyor qilib qo'yishgan salondan ham mana arzonga qo'sh balon T30 qo'sh baloni surushni sotilyapti. 26-yil bu akalar. 17-yanvar kuni olingan ekan. Gazni bosinglar o'rtoqlar. Boshlaymiz ma'lumotlarni. 26-17-yanvar kuni olganman deyaptilar. T30 qo'sh balon shinray 25 ming yurgan mashina top-toza. Salonlari ham o'rtoqlar bilasizlar, buni shu zavodskiy holat turibdi. Polikop solingan xolos deyaptilar. Salonlari ham vobshe ideal bo'ladi, bilasizlar, shinraylar baland, keng, xullas hamma qulayliklari bor, ABS, konditsioner, endi bilasizlar, bu yoq rullari yumshoq, maza qilib uzoq yo'lga ham lyuks bo'ladi shinraylarda. Endi bu kecha kelgan brend emas, ko'pchilik biladi. Kraskasi toza. Bu hozir propanda, lekin dokument metanga qilingan o'rtoqlar. Sababi uka men 26-yil 17-yanvar kuni olganman. O'shanda metanlar bekida, shunda propan qo'yib olganda, lekin dokument metanga urilgan deb aytayaptilar. 65 litrli propanda GBAga urilgan deyaptilar. Shu yangi holatda xullas mashina. Yana plus orqasiga 4 ta yangi balon qo'yganman deb aytayaptilar. Keyin tunuka list qo'yilgan, qalinidan tint qilingan, xullas keyin yana kamiga tagiga usulenni qilib yana profil ham tashlangan deb ma'lumot berishdi o'rtoqlar. O'zim nomda mashinaning hech qanaqa qarzi yo'q deyaptilar. O'rtoqlar, yangisi 183 million qanchadir, qo'yinchi 183-184 million atrofida bo'ladi bularda. Buni mana yana rasxod qilib qo'yishga, mana tayyor tintlar, toza mashina 170 million deyapman. Kelishamiz deyapti, yana kelishtiriladi. Olinglar o'rtoqlar, deb kech qolibman demasdan o'rtoqlar shu. Andijon viloyati Shahrixon tumani turibdi akalar. Video pas telefon raqam ilib ketishmasan tezda olinglar. Yangi arzonga tushadi sizga. Tayyor fullda buni olib turib, u qilish kerak, bu qilish kerak deb o'tirmaysizlar o'rtoqlar. Shu sizlarda ham shunaqa texnikalar bo'lsa, tepeda raqam murojaat qilasizlar. Minglab odamlar ko'rib ishini bitiryapti. Bozorga borib o'tirmaysiz. Uyingizda mazaq sotasiz, biz sotish koeffitsiyenti yuqori. Buyurtma beringlar, chiqarib beramiz o'rtoqlar. Ancha odam sotib tashadi. Shu akalar 170 million yana tushib beriladi. Shu aytgan narxga sotilmaydi. Lekin yil yangi Bongo Kia'larga ham agar barter qilaveraman. Sotishdan maqsad Kia olaman deyaptilar. Endi o'sha lyuksroq Kia olaman deyishdi. Shunga sotilyapti ekan o'rtoqlar. Shunga agar barterga 1-2 tonnali bo'lsa olaman deb ma'lumot berishgan o'rtoqlar. Shu olib qo'yinglar o'rtoqlar. Kia'lar bo'lsa ham mana barterga kelishamiz deyishdi. Olinglar ko'rishguncha.